Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 24-dars. Mavzuyimiz chastota. 77-betni ochsangiz, u yerda bizda 10 va 11 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. Darsimizni boshlashimizdan oldin bitta yangilikni aytib o'tib ketmoqchiman. Endi bizni 3 ta fanimiz, ya'ni rus tili, ingliz tili va ona tili fanlarimiz faqat Telegram kanalda bo'ladi. Agar darslarimiz yoqgan bo'lsa, albatta Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Biz sizlar bilan u yerda yangi kanal tuzamiz, ya'ni kanalimiz pullik bo'ladi va bizni qo'shilgan obunachilarimiz u kanalda bemalol darslarni kuzatib boraverasiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda ko'pchilik bizga kommentariyaga savollarni beradi. Biz lekin savollaringizga ko'piga javob bera olmaymiz. Sababi judayam ko'p obunachilar bor. Hozirgi Telegramning o'zida bizda 7000 tadan o'tib ketgan obunachilarning soni 3 ta kanalimizga hisoblaganda. Alohida kanal ochsak, u yerda pulli bo'ladi va odamlarning soni kamroq bo'ladi va biz sizlarda u yerda bemalol savollaringizga javobni beraveramiz. To'liq ma'lumotni albatta Telegram kanalda bo'ladi. Shunga Sanur maktab mana bu yerda turgan kanalga qo'shilib qo'ying. Bugun kechasi men sizga to'liq ma'lumotni aytib beraman. 10-vazifamizni o'qiymiz. Tajriba o'tkazing. Kubikni 40 marta tashlang. Natijalarni jadvalga yozing. Qanday hodisa ko'proq sodir bo'ldi? Qanday hodisa kamroq sodir bo'ldi? Barcha chastotalarni yig'indisi nimaga teng? Ya'ni bizda kubikingiz bo'lsa, siz kubikingizni otib ko'rishingiz mumkin. Afsuski, men sizga ko'rsatib bera olmayman, lekin taxminan ko'rib chiqamiz. Deylik, siz kubik olyapsiz va tashlayapsiz kubikingizni. Birinchi marta tashlayapsiz, sizda deylik 6 chiqdi. 6 ni belgilab qo'yasiz. Ikkinchi marta tashladingiz, 4 chiqdi. 4 ni belgilab qo'yasiz. Yana bitta tashladingiz, 5 chiqdi deylik masalan, lekin har bitta tashlaganingizda 40 marta tashlashingiz kerak va qaysi biri ko'p chiqishini aniqlab olasiz. Men taxminan yozib ketaman. Keling, umumiy jami bizda 40 bo'ladigan sonni yozaylik. Deylik, bizni birimiz 4 marta chiqdi, ikkimiz 5 marta, uchimiz 6 marta, 4imiz 5 marta. Xo'sh, mana bu bizda 12 marta chiqqan va mana bu 8 marta chiqdi deylik. Taxminan. Xohlasangiz Telegram chizib qo'yishingiz mumkin buni. 4 ta chiqdi deb, buni 5 ta chiqdi deb chizib qo'yishingiz mumkin. Lekin bu hammasi taxminan bo'lyapti. Sizda har xil son chiqishi mumkin. Xohlagan soningizni yozib olishingiz mumkin bu yerda, lekin jami sizda 40 ni berish kerak. Hop, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Xo'sh, mana misol uchun men yozib berdim. Agar biz hammasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, 4 ni 5 ga, 6 ga, 5 ga, 12 ga va 8 ga hammasi bizda 40 ni berishi kerak. Hisoblaydigan bo'lsangiz, mana ikkalasi 20, mana ikkalasi 10, mana ikkalasi 10. Ya'ni 20 plus 10 plus 10 40 ni beradi. Xohlagan soningizni yozib qo'ying. Lekin oxiri bo'lganda javobi bizda 40 chiqishi kerak va biz eng ko'p chiqqani qaysi bo'lyapti bizda? Eng ko'p e'tibor bersangiz, mana men yozgan misolda bu bizda 3imiz chiqyapti. 3 bizda 12 marta chiqyapti. Ya'ni yozganimizda yozishimiz mumkinki, misol uchun ko'p chiqqani eng ko'p bo'lgani bizda 3 raqamimiz bo'lyapti. 3 raqam bizda 12 marta chiqyapti. Eng kamimiz esa bizda eng kam, masalan, bizda nechimiz chiqdi ekan? Bu yerda birimiz chiqibdi, bir sonimiz. Va bir sonimiz ataga bizda 4 marta tushdi deb yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytib o'tib ketaman, sonlarni o'zgartirishingiz mumkin. Men faqat taxminan yozdim. Agar kubikingiz bo'lsa, albattagina shu tajribani o'tkazib ko'ring. Keyingi vazifamizga o'tishdan oldin albattagina kanalimizga qo'shilib qo'ying, videoroligimizga like ni bosib qo'ying. Biz esa 11-vazifamizni boshlaymiz. YouTube va Telegram kanallarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 11-vazifamizni o'qiymiz. 250 kishini sinovdan o'tkazish uchun 3,5 mingta varaq ishlatilgan. 320 kishini sinovdan o'tkazish uchun nechta varaq kerak bo'ladi? Demak, biz yozganimizda 250 kishi deb yozamiz. 250 kishi. Ya'ni kishi deymiz. Bizda 3,5 mingta varaq ketgan. 3,5 mingta varaq ketgan. 320 kishini o'tkazish uchun biz bilmaymiz. Demak, biz sizlar bilan nechta varaq ishlatilishini topib olishimiz kerak bo'ladi.
Bu biz asosiy savolimiz. Buning uchun biz bir kishiga nechta varaq ketishini hisoblab olamiz. Buning uchun yana yozamiz, bir deyman. Biz 3500 ni bo'lamiz 250 ga. 250 ga. Xo'sh, bu yerda hisoblaganda qarang, biz sizlar bilan 0 ni olib tashlashimiz mumkin. Hisoblayotganda mana bu yerda bitta 0 bo'lganligi uchun olib tashlaymiz va bu yerdan bitta 0 olib tashlaymiz. Shunda hisoblash osonroq bo'ladi. Ya'ni 35 dan oladigan bo'lsak, biz 25 imizni 1 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Shunda 35 minus 25 imiz bizga 10 ni beradi. 10 ni 25 ga bo'lib bo'lmaydi, tevadan 0 tushib keladi. Shunda 100 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsak, buning uchun biz 25 imizni 4 ga ko'paytirib olamiz. 4 kare 25 imiz, qarang, 4 kare 5 imiz 20, 0 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 4 kare 2 imiz 8, 2 mizni qo'shsak 10 bo'ladi, ya'ni 100. Shunda 100 minus 100 imiz 0 bo'ladi. Ya'ni bitta odamni sinovdan o'tkazish uchun bizda 14 ta varaq ishlatilar ekan. 14 ta varaq ketar ekan bir kishiga. Endi biz 320 kishiga nechta varaq ketishini hisoblaymiz. Buning uchun ikkinchi vazifamiz, bir kishiga 14 ta ketsa, 320 kishiga biz nima qilar ekanmiz? Ko'paytirib olamiz. Ya'ni 14 ga ko'paytiramiz. Shunda 4 kare 0 imiz 0, 4 kare 2 8, 4 kare 3 imiz esa 12. Endi 1 kare 0 imiz 0, 1 kare 2 2, 1 kare 3 imiz 3. Endi hammasini bir-biriga qo'shib olamiz. Shunda tevamizdan 0 imiz tushib keladi. 8 plus 0 imiz 8, 2 plus 2 imiz 4, 1 plus 3 imiz 4. Ya'ni 320 kishini sinovdan o'tkazish uchun bizda 4480 ta varaq ketar ekan. Javobini tagiga yozib qo'yamiz. Javob deymiz. 4480 ta varaq ishlatilar ekan. Shoshilmasdan chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Va shu bilan bugungi uy vazifamiz tugaydi. Videorolikimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.